Kutilmaganda qayerdandir voqealar bo'lar soda, go'hida hazil qilar taqdir. Yetiqlab tushimga kirmagan ishlar bo'lsa, tasodif qodir ne ishlarga. Mana bugun ham uzoq o'tmishdan bir hodisa ro'y berdi birdan. Ulkan temir uch falakda davom etardi parvozda. Ne ko'zlar bilan qarasam, sen axir sen o'sha mening uygusiz tunlarim. Axir sen o'sha, axir sen o'sha yozu qish bahorim. Axir sen o'sha mo'jiza. Avval qanoatlantirib, lekin keyin esa mayli endi bu muhim emas. Axir sen o'sha yoningda jajji qizcha, xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga. Jilmayar menga senikiday o'zi to'lib toshgan hayajoning, qalbakka kulib yashirding. Zo'rg'a ushlab qolding ko'z yoshing. Nima sezdi vujuding, yo'q qiynaldi vijdoning. Olib qochma lindan nigohing. Axir sen o'sha, axir sen o'sha yozu qish bahorim. Axir sen o'sha nega shu bugun kim bilardi, aynan bizga bog'liq vaziyat. Bu holat qaydan, savol bermayman. Sen qo'rqma, ayblamayman. Yo'q daxling, shunchaki bir yurak bo'lgan edi chilparchin. Axir sen o'sha